3 kun oldin olib qolingan Mercedes W210 tayyor bo'ldimi? Nima bo'ldi? Taqdiri nima bo'ldi, aka? Obzorini bitta obzor qilib ko'rsating degan akalarimiz uchun. Akalar, haqiqatan mehnat qilindi. Bolalar o'zimiz ham mehnat qildik. 3 kun mehnat qilindi. Mehnatga yarasha akamizni ham mehrlari ketdi. Bu yerda bizning mehrimizni salonga tiqqanmiz, ko'rayotganimiz edi. Mercedes W212 Restalin. Rostagasim odamni quchoqlab oladigan sidina, bakoy poddeshkalari bor, o'rtasi italyanskiy alikantari, chetlari koja bo'ladi. Polni full bo'ladi. Salonga sekin baho berasizlar, akalar. Mana Aquaprintga bitta e'tibor beringlar. Yoqmaydigan odamlarga ham yoqadigan svet bo'lgan, to'g'rirog'i. Bu yerda videoda qanaqa ko'rinishi mumkin, lekin o'zimga ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim shu rangi. Xudo xolisi 2 to'r barlarimiz qo'yilgan, jaluzilari Aquaprintda, orqa sidinalarimiz polni tikilyapti. 4 ta afshukamiz pashti tayyor. Xudo xolisi mana afshukalarimizni, ular ham xudo xolisi polni alikantari, choklari bilan tikilganiga tikilishiga e'tibor berasizlar. Arzimagan pulga tushyapti xudo xolisi. Bu yoqda mana Aquaprintda detallari tayyor bo'lgan, ukalar. Mana alikantari. Boshqa chiqqan endi videoda qanaqa chiqishi mumkin ko'rayotganingizlar. 4 ta afshukasi ham polni detallari Aquaprint bo'lgan, xudo xolisi zo'r chiqqan. Okalar, kimga shunaqa xizmatlar, shunaqa sidinalar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mercedes 210 bo'ladimi, 124 bo'ladimi, 202 bo'ladimi, sechka bo'ladimi, 211 bo'ladimi, farqi yo'q. Xohlagan mashinalarning salonni yangicha qilib bera olamiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib inshaalloh sizlarni ko'ngillarga yo'l topadigan zo'r sidinalarni qo'yib beramiz. Okalar, kelaverasizlar. Komfort UZB har doim xizmat